Bugun do'stimiz Murtazoni merimisi bo'pti. Do'stim baxtliman. Kelin bilan qo'shni qari, ko'p farzandlarni ota-onasi bo'lib yuringlar. Xudo xolisa to'yingni ham tezlashtirib olsang, shu yilda o'zida takoy zo'r bo'lardi. Sanga yetmagan bitta kichkinagina syurprizimiz bor edi. Mana shu merimi kuni senga sovg'a qilmoqchi edik, shuni hozir qilamiz. Endi qara, bizga ishonib anaqani berding, uzugingni, bekor qilding buni. O'ylab ko'r. Halol ketgan. O'ylab ko'rish kerak, xalq bor. Bo'linglar. Bo'ladi, avval. Hayajonlanma bo'ldi. Ketdi. Ma'lumot chiqarib oling. Bo'ldi, hadi. Bor, siz bor. Ketdi. Endi mana aka olib beradi senga. Sen faqat olib qo'yaman. Menda bo'lib turadi, o'rta olib beraman. Hozir aytasiz, tomosha. Murtazon olisizlar ketdi. Başta böyle giditseydi. Kızar ketmezsen orta seçimler. Bu hammasi hazırladı. Nastirdan ko'tarishni uchundir. Hayajon bosyapti. Chunki nastirdan ko'tarmasa bo'lmasdi. Sayyoh ko'ramiz o'rtoq. Nima qildinglaring? Hammasi hazır. Hammasi hazır. Rosta katta taqmoq. Qo'yinlar, jiktir, qo'yinlar, aytmanglar, yaq bo'ladi, jiktir. Ey, birovning baldarsizlarga uytib naqmanglar, ey. Qo'yinlar, ey. Nima bu? Sizlar, qo'yinlar, jiktir. Ey. Jiktir qo'yinlar demak, mashinani qurdasizlar, ey. Qo'yinlar, jiktir, qo'yinlar, aytmanglar, ey. Yaq bo'ladi, jiktir. Ey, birovning baldarsizlarga uytib naqmanglar, ey. Qo'yinlar, ey. Nima bu? Sizlar, qo'yinlar, jiktir. Ey. Jiktir qo'yinlar demak, mashinani qurdasizlar, ey. Hozir sizlar bilan Misrning Hurgada shahrida safari qilish qanchaga aylanishini bilib olamiz. Birinchi bo'lib Ma'munbirat boshimizga ro'mollarni takoy qilib $5 o'rab qo'ydilar. Qo'shimcha ochki narxi ham $5. Komandamiz bilan kvadrotsiklga o'tirib oldi va safari tomon yo'lga otlandi va shu yerdan Farsash filmi boshlanib ketib qolsa bo'ladi. Mana Mahrordan shart 360 kamerasini oldimda hammadan tezlikni oshirib birinchi bo'lib zakatga yetib keldim. Va bu yerda ko'rib turganinglardek tirs qilib rasm videolarga tushib oldi. Shunaqa joylarda shaxsiy fotografim bo'lsa bo'laman. Lekin fotograf bo'lmasa ham men 360 kameradan foydalanib dahshat videolar olishda davom etdim. Keyin men kvadrotsiklda drift qilib safarini hamma yog'ini changini chiqarishni boshladim. Bolalar ham bundoq qarab drift qilishni yorib tashading deyshti. Safarini changini chiqarib tashab, orqaga qarab yo'l oldi. Orqaga qaytgunimizcha uje qorong'i tushishni boshladi. 35 kilometr, o'pshi hisobda 70 kilometr yo'l yurib, oxirisi ujin qilishga yetib keldi. Safarini changini chiqaraman deb o'zimizdan ham changimiz chiqib ketdi. Bu videodan keyin L'Europeana kompaniyasi aniq meni sudga beradi. Va bizga safarida mazza qilib kvadrotsikl uchish ujinlari bilan birga $60 ga aylandi. Yaxshi ham baxtimizga Azilux Travel bor, hamma xarajatni ular to'lab olishdi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yigitga uchasizmi? Ha, Yigitga. Shuna bir narsamiz bor edi, bir sherigimizga yetkazib qo'ya olmaysizmi, aka? Yo'q, qo'ysangiz-chi, aka. Yo, og'ir emas, mana bu yigit o'zi. Shuni o'zimi? Ha, shuni o'zi. Maylimi? Rahmat aka, bitta rasm tushirib olaman, og'ayni tashlab qo'yaman, shu bola oladi. Bitta turib berasiz? Bo'ldi aka, rahmat. Rahmat, xo'p bo'ladi. Ha, aka, rasmingizni tashlab qo'ydim og'aynimga, o'zi tutib olishadi. Xo'p. Aka, rasmingizni tashlab qo'ydim og'aynimga, oladi. Xo'p. Доброе утро, уважаемый пассажир, вас проводить командир корабля. Личных подопников есть. Bu odam. Voy, sumkasini hali ham bermadingizmi aka? Yo'q, u aytgan odamingiz. Hozir. Vali, yaxshi.
Shu biratdan beri yubordim sumkani, ol. Ha, rasmini qara. Ha, mashiga. Rahmat, aka. Qarasansa, Sumsa yur. Maza. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ham Aziya Lux bilan keldingizmi? Ha, Zelux bilan. Ertaga ketar ekanmiz edi. Ha, shunaqa. Ertaga ham bitta sumkam bor edi. Shuni olib keta olmaysiz. O'zim kutib olaman, aka. Mana qara, bugun nima ro'za tutmading? Sizlarga yolg'on, Allohga chin, bir kun oldin atrafini bo'ldim. Qizing bergan mehrni bera olmasak ham og'ir kuningda yoningda turamiz. Toy bola. O'zgartirmadi mansab oxiriga kelsin shu gaplar oldin. O'ynab kul do'stim, davring sur do'stim. Bu dunyoda g'animat, ko'ngilda har doim do'stim. O'ynab kul do'stim. senga yaxshi gapiryapti degani Sen bilan gaplashyapti degani emas. Toy bola. yig'ishtir, mujik yig'ishtir. 2 kun oldin tanishgan qizingni onasi yig'ishtir. O'ziga jo'natib qo'yamiz. Ko'tar kamerani. Biz Royal Gardens'da zipline tushga chiqdik. O'sha bolalarni o'qitishni boshladi. Voy, ketdilar mana shoxga. Yo, men uchmasam kerak. Meni galim keldi. 1 2 bismillah. Qalay? Mazza lekin. Do'stami? Bu слишком tez, bu tapasini ro, brat. Yüzünü koydunuz. Kızar ketgan. Kork ketdingmi? Kork ketdingmi? Voy, nimadir yomon urildim men lekin. Xullas, Royal Garden seni uchasizlarga mana birinchisidan yo'lakda uchgandan keyin ikkinchi yo'lak bo'ladi. Ana o'sha paytda ikkinchisida tormoz bor ekanda, ushlab qolarkan. O'sha payt qo'rqinchli ovoz chiqib ketadi, qo'rqmanglar. Ana qo'rqib yutalib tuberkuloz bo'lib qoldi. Ey, gaz bo'lsa svet yo'q, svet bo'lsa gaz yo'q. Ashqa g'alati bo'lib qoldi. Bu podkast. Bir marta cho'toq. Patkavlik to'g'ri, ha. Umuman gapirmasan. Nima podkast deb kulyapsan ustida? Chiqoq. Babiramligi podkast. Yomon qilding lekin. Krugda obro'si-yu, do'sting. Qaq ketasiz-lar. Ovqatlanishga. Men ham bor, meni olib ketlaring. Orqani saddetilingni kimsiga qildiruvdim-da, sal o'shanga. Undan ko'ra o'rtoq Yandex chaqirib beraylik, yetib olasan. Turamiz, Yandex keladi hozir. Bola bu narsa zakaz qo'rasizmi? Ha, Osh zo'r tema osh lekin, borasanchi? menga ana mastava bitta. Mastava ham yaxshi lekin osh zo'r. Osh yaxshi, ha, osh yaxshi, osh yeymiz. Tak, 3 ta mastava beradi. 3 ta mastava ekan, osh kerak emas. Bo'ldi, 3 ta emas. Osh bo'lsa ham yo'q dori aka. Bo'ldi. Ana 4 qiz hal bo'ldi. Normal. Kechqurunga chaqiryapti, staqdasanlar-yu. Lekin biz 3 kishimiz, 4-inchimiz kim? Murtozo 4-chi kim mosuv bo'ladi? 4-chilik kanishda menman-da. Yo'q, ularning ham orzu havasi bor-ku. Tal takoni bola xohlashyapti-da. Endi o'tkazordilaring lekin. Murtozo! Xo'p. Ertaga ko'rishamiz, brat. Omad, keyingi hayotingda. Hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot.
Bilmay chiqib kela qolay. Let's go. Menga qaralaring. Meni qizg'anib, bir-biring bilan urushib, talashib, sochlaringni yulib yurmalar. Meni sportivkani tagida 124 ta ot kuchi yotibdi. Har kuni zalda trenirovka qilaman. 62 tadan ham bo'lib beraman. Kelinga ham kuchim yetadi. O'y kachmang. O'y tapchiki. Yoqqa borgin. Tanishmaymiz. Oy, Alam qiladi-ya, takoy qizlar, latta bolalar bilan yursa. Takoy maslahat. yaxshimisan? Salom. Yana o'sha muammomi? Yana so'ppayib turibsanmi? Menga qara, vaziyatni qo'lingga olmaysanmi? Qara, ovqat qilishni bilmaydi, kir yuvishni bilmaydi, ertalab zavtrakini qilib bermaydi. Va menga qara, gapir qattiq. Unga quloq solmasa, so'kishingga quloq solmasa, res qo'yib yubor bo'ldi, nima muammo? Maslahatingiz yaxshi-yu, lekin Sardor aka, xotinimning akasi-siz-u, menga unaqa deyapsiz. Endi biz 20 yildan beri eplolmayapmiz, uka. Qancha ovqat qilishni o'rgatgan. Mana eplolmayapman, nima qilay aka? Biz ham kelib ketdik. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that. Seni yangi ishxonangga olib kirib qo'yayotganimda, nima deb tanishtiruvding uydagilarga? Yaqin do'stim. Yaqin do'stim. Men mashinani qamaqingdan olib beryotuvding menga. Amaqa arzonroq qilib bering, bu meni nima degding? Qiyomatli jigarim. Qiyomatli jigarim. O'tgan oy bolalar bilan tog'ga chiqqanimizda mahalladagi bolalarga nima deb tanishtiruvding meni? Dunyodagi eng yaqin insonim. Dunyodagi eng yaqin insonim ne bo'lmasa maftunga qarab, yo'q, u meni o'rtog'im emas deding. O'rtoq, men ham to'g'ri-chu. Ro'za oyida men ham yolg'on gapira olmayman. Shuncha yolg'on gapirgan gaplarim ro'za Ramazon oyida yuvilib ketsin. Shunda sen meni o'rtog'imga, a? Ol o'rtoq narsalar vobshe cho'tkilar. Shirinagan. Uyalmaysizlar, Ramazon oyida hammaning oldida narsa yeb o'tirishinglarni qaranglar. Ozgina insof kerak. Birodar, ro'za tutmabsiz-a? Ne? Soat 12 bo'ldi, jinniromiz hozir saharlik qilamiz. Voy, ming bor uzr aka. Aka boya, bu 2 setidan shunaqa chiroyli qiz tushib keldi. Ikkita mana shundoq qipladi-yu. Voy, qizni ko'rsangiz. X7 ichidan men tushib kelsam ham takoy ko'rinaveraman lekin. Menimcha sizga Rolls-Royce yordam bermasa kerak aka. Chiqib hayajonlanib ketaman. Bu narsa qilmasangiz bo'lmaydi, o'rgating. Ukam o'zingni bos, to'xta. Dona tushuntirib ber. Gaplar nima bo'ldi? Asabiylashib, qon bosimlarim oshib, yuraklarim dukullab ketyapti. Bu narsa qilmasangiz bo'lmaydi. Ukam qara, men bekorga oldingda emasman. Men senga hammasini o'rgataman, ukam. Uylanganman-ku. Qara, hozir ichkariga kirasan. Silaysan. Shap ochasan. Yo'q, men xonimon aytmayman, ukam. Shap ochasan deb choy qo'shib ichib yuborasan. Qara, hayajonlanmaysan, asabiylashmaysan. Qon bosimlaring joyida bo'ladi. Hammasi chotki bo'ladi. Keyin Bu nimaga? immunitetini ko'taradi, ukam. Bosgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Soat metalga olib chiqibsizlar. Armoshganmizda. Nega? Mana sport bo'ladi. Meniki temir. Aka nima dema? Profnastil cherepitsa. Cherepitsa. Unda bizga ikkita. Qanaqasidan? Menga go'shtligidan. Menga pepperoni. Cherepitsa. Kafil. Okela. Bu sokol deyiladi. Yo, temirligiga men gapirma. Men metalmi? Da, metal. Paxtadan yaxshimi? Ancha yaxshi. Unda bizga 80 kvadrat berib yuboring. Hop, nimaga? Saunaga. Sauna quramiz. Aka nima? Metal truba. Unda bizga mashina qilib 32 ta kesib bering. Nega? Oq qora qilib kesib bering, aka shashka o'ynaymiz, shashka. Aka nima? Qora list. Unda bizga 5 ta bering. Nega? Aka bowling qilamiz, darishkasiga so'rang. Aka, nima? Shifr. Biz rangli printerni o'ylamiz. Spiskalar yozib oldingiz-a? Ha, yozib yubordim. 100 kvadrat patolog zakaz qilganingiz uchun sizlarga 5 kvadrat bonus qilib beramiz. Yanachi? Va dastavka xizmatimiz ham bepul. Unda bizlarni ham qo'sh dastavka qo'yinglar. Murtazo? Nima qilib turibsan? Bitta idea kelib qoldi, aka. Mana shu svetoforni qizil chirog'ni yurargan qilib, yashil chirog'ni to'xtagan qilsa, odamlar qanchalik ko'nikib ketarkilar?
Murtazo, Oh, nimani yana hisob kitob qilyapsan? aka qarang, mana shu mashinani boru, gazini bosganda to'xtaydigan, tormozni bosganda yuradigan qilsa, xalq qanchalik ko'nikib ketar ekan. Tasavvuringlar bo'lsa kerak. Ukam, menga qara. Benzin narxi oshdimi? Ha, oshdi. Ko'nikdik, to'g'rimi? Ko'nikdik. Mashina narxi oshdimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Qara, oylik bitta oshdida, ketidan kommunalkalar ham oshib berdi, to'g'rimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Sen aytayotgan narsalar Эй, беда гора бумба, Шымкент көшедегі шара-бара-бар жетет, шеттет, как будто шетелдей. Ish qilib eshik ochib bo'lsa, точно bo'laman deganman. Ha? Ko'cha qo'yardim, men seni ko'chada tug'ib edim. Ne unaqa desoni bolalar bilan futbol ko'rib qolib ketdi. Ye, bolalaringiz kechasi bilan molga o'xshab ko'shab chiqasan, uxlasang bo'lmaydi, ertalab tura olmaysan. Turaman, onam mendan vaqtli turadigan odam yo'q bo'lsa kerak bu dunyoda. Qorin to'ylaydi, srochni uxlash kerak. Xonani ahvolini qara. Bo'lmishlar ham mendan yaxshi yashasa kerak. Xotinni tozalab qo'ymadi uylarni. Men hali uylanmaganman, mendan xotinim maqsi bu. Srochni uxlash kerak. Qo'lam olib ketdi. Keyin hamisha xotin qiladi. Va mol, vaqtliroq tursang bo'lmaydi, biz sen tengini ikkita bolali bo'lib dunyoning ishini hal qilyapti. Sen hali ham yotibsan, sasib, turoningni. Ha do'stlar, zero uylanmas ekansiz, biringiz ikki bo'lmay, hayotingiz shunday mazmunsiz o'taveradi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Tezroq uylan, Shuna qarasam, gaz. Voy, shoh. Rahmat. Yili necha buni qancha yurgan? 18-yil minilgan. Bu mashina endi menga borib bir man tashab ketgan eski qizimni eslatadi chumotsam. Qizi Spark haydirmidi? So'rachi? So'ra. Murtazo? Qizi Spark haydirmidi? Murtazo. Qizini rangi sal qoraloq emasmidi? Asfalt ko'rganmikan hech qanaqa? Asfalt ko'rganmikan yoki? Anaqa asfalt ko'rmaganmi qizing navoda? Yo'q. U eslatadi bo'lmasa Murtazo. Mana mashina. Va bu mashinani nima sani qizingni eslatyapti, ha? Boya minilganligizu. Xo'p. Meni ham qizim 3 yil minilganligida esimga tushib ketdi. Qattiq yurtdi-la. Allohu tozasi bormi? Changi to'rlaring qanol, orqa tozami orqalaring? Toza ketdi. Soqqa keladi, havo uchib boradi, soqqana ber. Mana mazayni qara. Oke, menga. Qolmadi, oxirisini bunga berib yubordim. Tanimayapsiz, oke meni? Sen tanimadim. Voy. Alo, Sobir aka. Bu yerda g'alati ish bo'pti, aka. Cho'ta yo'l o'ryapti-la menga. Gaplashing. Kim? Sobir aka. Alo. Ha, brat. Bo'ldi, qalqib beraman, faqat qimmatroq bo'ladi. Ha, bo'ladi. Soqqani ber. Mana. Nima kichkina bu? Chorvoni ukam. Bunga izzachi, o'rniga ham izzatisiga ham qo'yib beraman. Ozgina och. Chisnomi aka? Bakteriyaga qarshi ukam. Uka, yaxshi ish qilmayapsiz, lekin men havola ochilib ketgandan keyin sizlarni ham ishtoq deydi. Ukam, bizani ish sezon-pezon tanlamaydi. Xalq nimadan qiynalsa, o'shani sotib soqqa qilamiz. Menga qaralaring, gaz zapravkaga o'chib boshlanmadimi? Nima qilay? O'ynab yurganim yo'q-ku. Yaxshi ko'raman, lekin men ham karyeram tuzib kelib ishxonani mumarlashtirib bo'pkan. Jonga tep ketdi. Nima bo'pti, o'rtoq? Aytlarding. Kim seni xafa qilyapti? Qizimni o'rtoq gapirayotgan gapini qara. Ishingizga vaqt ajratasiz, menga ajratmaysiz. Internetda juda ko'p o'tirasiz, qizlar bilan yozishasiz, uyga kech borasiz, sizdan xavotir mashqgacha kelib ketdi boru. Qara, men senga zo'r maslahat beraman. Mazza qilib yurasan. Shundoq xayrlash bortini ber. Choyxonaga mazza qilib borasan. Internetda xohlagan odaming bilan gaplashasan. Ko'chalarda bemalol 2-3 kez sanglaysan. Degan ovozda bo'lmaydi. Mazza qilasan, miyang tinch yuradi. Sen ham o'rtoqsan-da endi. Hozir sen menga qarab turib javob. Sen adashyapsan. Sen uni ko'ngliga qaragin, chunki uylanasan. Hozirdan ko'ngliga qarab, ko'nglini olsang, ertaga ota-onangni ko'nglini oladi u. Deyish o'rniga gapirayotgan gapingni qara, Murtazo. Shunaqa qilib bo'lmasa, menga nima deysan? Endi jonga ham tegib ketadi. Sen nima qilish kerak jonga tegib ketadi? Har tugirani yopishqoqdan qutuldim, o'zim bor ekan bo'ldim. Bagajing uncha kichik. Nima qilsam bo'pti? Men boraman, rasborga jo'ram uchun boraman deb bagaj o'tirib. Birga bir bor ekan. Birga bir, ikkiga birga deb urib tashlab. Yo'q, ikkiga bir yo'q deydi, faqat birga bir. Sen slabiysan, jo'rajon, men testing uchun urishib, maybini chiqaraykan bachaman. Yo'q, u faqat birga bir, tushunsanmi? Birga bir. Qera u birga bir. Jabbor og'ayni PlayStationga chaqiruvdi, o'shani ketyapti-ku o'zi.
Men sen urushasanmi deb bagajingga qistilib yuraman. Ya og'zingga biladi. PlayStation men urush bo'lsa cho'qib bagajga bo'laman. Zaministrning xotini nas ekan. Chiqdi-yu, tiyar ekan. Kim ekan endi bu 40-13 a? Sirni ochaman desang, shu ko'tarsang bilasan kimligini. Ko'tarsang bilasan. Alo, evaga qara. Alo, pul qo'lga deyishardi-yu. Pul yo'qda, lekin qo'lga. Mayli-chi, ol, yoqin ishda. Men senga bitta sirni ochaman. Qo'lingni yuvib kelsang toza bo'ladi. O'rtoqmash tahta bilan Oybek yo'lda chetib turgan qizni kechqurundan nima qilib turar ekan? Sen sirni ochaman-da. Kerak emas. Ular ancha oldin ochilib bo'lgan. Sirlar. Baby'de kara bul kapkara Şımkent ko'chadagi sharabarabariga жетет shittet. Javob, $1 million topib oldik. Nima ish qilib tashagan bo'lardi o'rtoq? $1 million topib olsam, birinchi bo'lib qarzlarimdan qutulardim. Qolganigachi? Qolgani kutib turar, keyinroq qilib berarman. O'zing nima qilarding? Voy, bitta uchastkani jinnisidan qurardim. Chorvodan 2 etajli uchastka. Bitta mer solib, qolgan puliga 30 ta jentiri arendaga chiqarib yuborsam, voy boqib yotadi umrim oxirigacha. Men qara, men 30 ta jentirani bittasini men berarding-da. Men senga takki berib yuborishim kerak. Nima qilibdi? 30 ta, 1 million ichida Meni 14 ming. havaslarim bor. 1 million ichida 14 ming nima degan gap? Qanaqa qilib men senga takki berib yuboraman? 12 yillik o'rtog'imiz bersang, o'pdi. 14 ming dollarlik narsa. Bitta jentir 30 ta yuzanda. Qanaqa qilib takki berib yuborishim mumkin? Seni pul o'zgartiribdi boru, sen orqalab keta olmaysan. Esingdan chiqarmaman shu gapni. Tushundingmi? Noto'g'ri ish qilding. Men senga takki berib yuborishim kerak. Yerdan topib olmam shuncha pulni, ey. Ishlamagan tishlaydi. Kelishida qarayadi. Afolla. Qalaysan? Bormi, sen turibmiz, ha? Yo'q, ketayman. Kayfiyating zo'r, tinchlikmi? Yo'q, beruli. Maxim Gorki. Qistolaringmi? Bo'ldi, seriozlik bak, ha? Menga qara, har doimgidek qizlaring oldidan kelyapsan. Ertaga tovutingni biza ko'taramiz, ular Gaplaring to'g'ri. Tovutimni sanlar ko'tarasanlar. Lekin menga bola tug'ib bera olmaysanlar-yu. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Men sizlardan ko'ramanlar. Like. Ketdi, yoshligiga qaytamiz. Dili dumbali. Odamni cho'chitib o'rganamiz. Va pipkalar bittolaring. Nima qilamiz buni? Bilmayman. Vallahi boshim yomon og'riyapti-da. Voy, chertudim, hali ham og'riyapti. Emas. Yo'q, sirgani ko'tiga shipon chiqsin. Rozi. Mandan tashqari. Mandan tashqari degani ko'ti qishqa. Maktab chog'larimni eslab qiynalar qalbim. Sevgimiz xor qilolmagan o'tgan kunlarim. Ana tog'im, mazza xillashlik holatida. O'zi shanba yakshanba kuni boru, tog'ga chiqish kerak. Odam bo'lmaydi, itam bo'lmaydi. Urug'ga ham bo'lmaydi. Shu yerda yashaydiganlar boru, Toshkent Cityga kirib o'tgan ekan dam olishga. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari boru, dachalar shunaqa ko'tarib o'tgan ekan. Vaqti yo'lda probka bor. Odam tiqilich, bir-biring bilan manda qo'tasan yo'ldan. Lekin rostdan ham shunaqa bo'lsa bo'lardi. Shanba kuni kelamiz dedilar, probka bo'ladi. Orzu hammasi bo'lib qoldi, hammasi ketdi. Yakshanba kuni kemalaring degan. Topdim. Qozog'istondan shikala topib sotamiz, qani. Ya pul kerak unga. Bekorchilik vashcha jonga tegdi. Bolni keldi, yomon ekan. Ancha bo'lgan kerak. Yo'q, ideya. Men bitta qiz bola profil topdim. O'shani nomini tapichga ming qilamiz. Okey. Bloger bo'lamiz. Qani deydi bolam. Yo'q, ijod qilamiz. Faqat ijod. Reklama giveaway qilmaymiz, faqat ijod. Tashalamiz. Ijod. Assalomu alaykum. Instagram 747 obunachiga ega bo'lganimiz munosabat bilan o'zimizni shaxsiy itam deb nomlangan giveawayimizga start bermoqchimiz. Bizda asosiy sovg'a mana shu Nexia bilan avtomobilini chap tomon kalpagi azizlar. Bizda reklama Farhad Skida 10 ming so'mga sotiladigan ajoyib ishlarga asqotadigan umiddamiz. Bizda yana bir bor reklama Kuchinski bolalari uchun ajoyib taroqlar sizga. Bizning bosh homiyimiz Fahmoq opanaskilari. Белый это белый, черный это черный. Ну, pog'nali! Sizda ham pul ko'payib ketdi. Sening ichida
Ketidan pishgan do'sting. Yana boshladingmi shu ishingni? Instagramga kirmalari iltimos. Ey, mashtunga to'xtab Men sizlarni urib to'xtang birada. Necha bo'ldi aka? Nima ishmaysan bo'ldi sizlardan? Men beraman man. Manda mayda bor. Menda oylik chiqqan, men beraman, bolalar. Qatdan ham gapirdim, qisib o'tirsam bo'lar ekan. Tezroq berib yuborsin-chi, vasi yo'q. Ana aka. Men beraverardim. To'yxonadan soda ham chiqmadi. 5000 tushadigan joy edi. Bolalar, Men shunday qilib chiqaman, kelaman. Hozir bir 5000 bo'pti. Men 500 ming yetmasa Men faqat choy ichdim, choyga to'layman. Men mashinadan olib beraman hozir. bolalar noto'g'ri ish qilamiz deydi oyim. Kelinglar, mana bunaqa qilaylik. Aka shu to'laverasizmi? Bolalar to'lamadimi aka? Siz yetib ketishdi. O'zlari qani? Ana? Some love them, some love them. Woman, I'm jump on them. To'g'rida. Woman, I'm jump on them, and I'm love them. Some love them, some love them. Woman, I'm jump on them, and I'm love them. Some love them, some love them. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Davay o'tda. Birinchi oddiy oling. Birinchi oddiy, ikkinchisida biz bilmaydik bu. Bayraming muborak bo'lsin megachin.